Assalomu alaykum hurmatli bolajonlar. Bugun sizning e'tiboringizga ho'kiz va maqtanchoq hayvonlar nomli ertagimizni havola etamiz. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Bir o'rmonda ho'kiz, qo'chqor, g'oz va xo'roz birgalikda yashar ekanlar. Yoz tugab, kuzning salqin kunlari boshlanganida ho'kiz qishga tayyorgarlik ko'ra boshlabdi. U o'rmonda qishning izg'irli kunlaridan omon chiqish maqsadida bir boshpana izlash uchun yo'lga chiqibdi. Yo'lda ketayotganida oldidan qo'chqor chiqib qolibdi. Qayoqqa ketyapsan? Qo'chqorvoy deb so'rabdi ho'kiz. Qish ham yaqin qoldi. Qishlash uchun biror boshpana qidiryapman, debdi qo'chqor. Unday bo'lsa, men bilan yur. Birga qidiramiz. Shunday qilib ho'kiz bilan qo'chqorvoy birga yo'lga tushibdi. Yo'lda ularga g'oz bilan xo'roz ham qo'shilibdi. To'rtovlon o'rmonni kezib, qishni o'tkazish uchun boshpana izlashibdi. Lekin qancha qidirishmasin, bunday boshpanani topa olishmabdi. Shunda ulardan birining toqati toq bo'lib debdi. Og'aynilar, axir sovuq kunlar ham boshlanib qoldi. Bu yurishimizda issiq boshpanani qanday topamiz? Menga qaranglar, keling yaxshisi shunday boshpanani o'zimiz quramiz. Yana sovuq tushganda muzlab qolmaylik, debdi ho'kiz. Uning bu gapi boshqa hayvonlarga yoqmabdi va har biri qahraton qishda qanday qilib omon chiqishi mumkinligi haqida maqtanib so'z boshlabdi. Birinchi bo'lib qo'chqor shunday debdi. Mening qalin po'stim bor. Ko'ryapsizmi? Junim qanchalar uzun. Bu issiq po'stinimda bemalol qishdan chiqa olaman. Qo'chqorning bu maqtanishini eshitgan g'oz ham gerdayib, menga ham qishdan chiqishim uchun biror kulba shart emas. Qanotlarimning birini ostimga to'shab olaman, ikkinchisini esa ustimga yopib olaman. Qarabsizki, hech qanday qahraton qish menga xavf sola olmaydi. G'ozning bu gaplaridan xo'roz kulibdi va Baq. Nima? Menda qanot yo'q ekanmi? Men ham shunday qilib qishdan bir amallab chiqib olaman-da, debdi. Ho'kiz do'stlarining bu gapidan bir oz ranjibdi va boshqa iloji yo'qligini o'ylab, o'ziga qishlov uchun uy qura boshlabdi. Tez orada qishning qahratonli kunlari boshlanibdi. Ho'kiz esa o'zining issiqqina kulbasida mazza qilib qishni o'tkaza boshlabdi. Sovuq kunlarda qishga g'amlagan xashaklarini yeb, qornini to'yg'azibdi. Kuzda yig'gan o'tinlarni yoqib, ayozli qishning sovug'idan saqlanibdi. Xullas qishga tayyorgarlik ko'rgan ho'kiz o'z uyida mazza qilib, yangi yilga tayyorgarlik ko'rayotgan ekan. Shunday kunlarning birida uning kulbasiga eshigini taqqillatib, qo'chqorvoy yalinib kelibdi. Jon, o'rtoqjon, kulbangga kirit, biroz bo'lsa ham isinib olay. Suyaklarimgacha sovuq o'tib ketdi. Ho'kiz esa hayron bo'lib, sen boshqacha gapirgan eding-ku. Axir po'stining qalin, qishning ayozi senga cho't emasdi-ku. Do'stim, men o'ylamay maqtanchoqlik qilib qo'yibman. Kel, kulbangga kirita qol, bo'lmasa sovuqdan muzlab qolaman, deb yalinibdi qo'chqorvoy. Ho'kizning unga rahmi kelib, kulbasiga kiritibdi va ular birgalikda yashay boshlashibdi. Shunday sovuq qish kunlarining birida ho'kizning oldiga g'oz bilan xo'roz ham kulbasiga kiritishni so'rab yalinib kelishibdi. Ularning ahvoliga achingan ho'kiz ikki maqtanchoqni ham ichkariga kiritibdi.
Shunday qilib ho'kiz, qo'chqor, g'oz va xo'roz qishdan eson-omon chiqib olishibdi. Xatosini anglagan hayvonlar esa kelasi yil qishlaydigan kulbalarini birgalikda qurishibdi. E'tiboringiz uchun tashakkur.